Mani anglab beqinglar. Tinchlikmi, qanday ahvolingiz yaxshimi? Chamberekka menga jiddiy pul lozim deb chiqarib ekansiz. Endi men azroq vaqtning uchun uzib nim qilgan pul bor-ku 500 kudek. Shuni aytib beray deb sizga gap qilgan. Salam do'stlar, qanday ahvolinglar? Men Musa Bay. Buni anglab o'tdinglar. Bu endi nemishkin deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Men o'zimning beshiga kelgan intayin muhim bir ishni sizlarga so'zlab bermoqchi. Bu ajoyib yaxshi film. Serib o'tkazib o'tmay to'liq ko'rishinglarni umid qilaman. Mushu necha kunning oldida men bir tijoratga tuyuqsiz tutish qilib qoldim-ku. O'zimning yanida bor pullarimni yig'ib, ozroq pul kamlab qoldi. Shuning bilan men bankidan qarz olay desam ham deylik jiddiy qarz tushmaydi bilsizlar. Uning ozroq vaqt ketadi. Bu pul shu kunning o'zida lozim bo'lib qolganligi uchun men o'sha atrofimdagi tonish aloqalardan bir pul so'rab boqay deb atrofimda voy Musa Bay deydigan tonish aloqani bolalardan nurg'un kishilardan pul so'rdim. Lekin hech kimdan bir mo'cham pul chiqmadi. Shuning bilan men o'zim pul berib turgan kishilardan so'rdim. Bu kishilar telefonim olmadi, javobni qayt. Men o'zim pul berib turgan kishilarmi telefonni olmadi, javob qaytarmadi. Hozir kunda pulni suylayapman, lekin bir eg'iz javob yo'q. Shuning bilan bir xilla bo'lib qoldim. Nimishqa desanglar, mushu bir yildan buyon sizlar meni ko'rdinglar, tanidinglar, Musa Bay deb bildinglar. Mushu bir yildan buyon mayli yaxshi tanışa, yaxshi tanışma yoki yaqin tanishlarim bo'lsin, pul so'ragan har qanday odamga men pul berib turgan. Voy adash, yaxshimi, mendaq jiddiy pul lozim bo'lib qolganda bir oyda berma, 2 oyda berma deb so'rsa, xuddiylikda jiddiy qon lozim bo'lib qolgan chaqda asqatgandek, men bu jiddiy chaq so'rab bo'g'icha nurg'un kishilarga pul berib turgan. Yuqorisi necha yuz ming, to'yini necha ming qo'y. Lekin halbuki o'zimning beshiga jiddiy bir ish kelgan chaqda o'zimning pulimi asqatmadi. Tonish pulishlarni asqatmadi. Ulardan yomonlamadim. Balkim ularning o'ziga tushlik bir dadi bordi. Ammo voy Musa Bay deb atrofimda parvoni bo'lib yurgan nurg'un kishilar jiddiy chaqda asqatmadi. Shuning bilan men qanday qildim bilamsizlar? Atrofimdagilarni bir sinab boqay deb bir kun chambirakka, do'stlar chambirakka bir kun menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi, kim yordam qiladi deb chambirakka chiqardim. Attigini tushdan keyin kechda bir kun 4 qatim chiqardim. Buni ko'rmaydigan odam bo'lmaydi meningcha. Bir kunning ichida qachonli qarsa chambirakni ko'rdi. Mushtaq chiqargandan keyin atrofimdagi voy deydiganlarning, og'illarimning, tonish bilishlarimning birasi Musa Bay nim bo'ldi, beshinga nim kun keldi deb birasi ahvol so'rab gaqib baqmadi. Qanday kishilar gaqildi bilamsizlar? Bayan filmning 5'ida sizlar anglab o'tgandikidek kishilarimiz, dehqon qarindoshlarimiz, meyib qarindoshlarimiz, yo'qsul kishilarimiz Musa Bay nim bo'ldi, beshingizga bir ish keldimi? Menda aran 100 qo'y batdi, 200 qo'y batdi, 500 qo'y batdi. Mushtaq ishlab topqandim, berib turay. Mushundaq dedi. Hatto ba'zi kishilar Musa Bay, meni tonimaysiz, lekin men sizni toniyman. Qilayotgan yaxshi ishlaringiz uchun yenimda pul yo'q. Lekin uyda bir ishkital qo'yim bor. Qo'yini ochib setib sizga azroq bo'lsin pul berib turay deb mushunda gaplarni qildim. Men bak suyunib ketdim. Shunda ko'z chanoqlarimga yosh kelib ketdi. Yaqin og'ini tonish do'st birodarlarim bir eg'iz ahvolimni so'rab qo'ymadi. Men toniydigan, tonimaydigan mushunda kishilar, men aloqalashmaydigan kishilar mushundaq dadimni so'rab, holimni so'rab 100 qo'y bo'lsin berib turay deb gap qila oldi. Endi ma filmning 5'ida chiqarib qo'ygan 500 qo'y batdi degan hadimiz ilgirmen yordam qilgan bir meyib inimizning hadisi, ya'ni otisi.
Şu körlü lop nurluq. Ben çıqagan bu filmni 2-chi ayda chiqadim-g'o. Balkim nurg'unlaringni ko'rdinglar, meyip bir inimizni uyigime yo'qlab bordim-g'o. Shu inimizning hadisi hal ahvolimni so'rab 500 koy battı ishlab topgan shuni beray deb shundoq gapibdi. Shundoq suyundim. Men bu filmni tartish orqali atrofimdagilardan yoki men o'zim pul berib turib pulimni ololmaganlardan hargiz ranjimadim. Chunki burnimga bir suv kirdi. Bir bilim öğrendim, bilim aldım. Şoň deydiginim. Atrofinglardagi har qanday odamga aldirab ishinib ketmanglar. Bulupmu sizlarga voy deb tiz yaqinchilik qilgan, voy deb ketgan har qanday odamdan ehtiyot qilinglar. Shaxsan mana mening beshimga keldi-g'o. Boshqalarga berib turmasa mayli pulni, lekin o'zimning pulimni ololmay hozir ya telefon qilsam olmaydi, ya qilsam qaytarmaydi. Shuning bilan pandiyat devatdim. Buningdan keyin hech qanday bir odamga bir ko'ychaqliq pulni berib turmayman. Yordam qilma qanday ishlarga degan chaqda shu kichik bolalarimiz doktorxonada davolanayotgan, davolanish qurbi yetmayotgan kichik farzandlarimiz, uningdan boshqa meyip qarindoshlarimiz. Mushundaq kishilarga yordam qildim. Uningdan boshqa atrofimda el og'ina, do'st birodar, tonish bulush hech kimga yordam qilmayman. Shundaq pandiyat devatdim. Shunga sizlarmi do'stlar, bir atrofinglardagilarni bir sinab yiqinglar. Ya telefon qilamsizlar, jiddiy pul lozim bo'lib qoldi demsizlar, yo chambarakka bir chiqirib boqamsizlar. Yoki o'zinglar pul yirtganlar telefon qilib boqamsizlar, ish qilib sınıqanlardan ötəlaydan kişiler hazır asasen yok diyerlikке. Lekin mening ko'nglim bir xoş olgan yeri o'ylab bakmagan. Men tunumaydigan kişiler ahval so'rdi. Hiç bo'lmasa mening pulum yok. Lekin ko'nglingizni yerim qilmang Musabay, ishlaringiz yaxshi bo'lib ketadi deb shunchalik bir tasallini beraldi. Ammo ko'nglim yerim bo'lgan, yurkimning og'irgan yeri shuki, el ağını tonish bilish do'st birodarlarimning birasimi adash nim bo'ldi deb bir eg'iz ahvol so'rimdi. Shunga sizlarmi atrofinglardagi har qanday odamdan orliq saqlanglar. Bak yiqilishib ketmanglar. Men shuni qaror qildim. Men o'zim yashab ashundoq o'zim bilan o'tishni atrofimdagi haqiqiy yenimda turayotgan bir necha chin do'st birodarlarim bor. Shular bilan o'tishni tanladim. Shung sizlarmi hamma odamga aldirab voy deb ketmanglar, aldirab ishnab ketmanglar. Ondan atrofinglardagilarni bir sinab yiqinglar. Sinig'inglardan o'talgan odam bilan mangu adoqcha birga o'sanglar bo'ldi. Undaq odamdan jininglarni aymanglar. Ammo haliqinim deymiz, qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rlarga aldirab yurkinglarni bermanglar. Ular ko'rikdan eshigini o'tkazib oliblar, qung'onlarga tepidi. Men shundoq bo'ldim, burnimga yedim. Atrofinglardagilarni bir sinab yiqinglar. Qancha odam sinqinglardan o'talaydi. Balki mush filmni ko'rgan nurg'unlaringlar boshqalardan umid kutmanglar, o'zinglar berib turgan pulni ololmayapsizlar qachon. To'g'rida shundaqlar bordi? Albatta bor. Beshimizga kun kelganda boshqalardan umid kutmaymiz. Hech bo'lmasa o'zimiz berib turgan shu pulni ola olsaqmi cho'ng ishdi. Lekin shu o'zimizning pulsini ololmaydi ekanmiz. Shu men sal qaynab qoldim qarindoshlar, to'g'ri tushuninglar. Agar film yorg'an bo'lsa, yurak besib qo'yinglar. Gülgüllen evetip qo'yinglar, boshqalarga ham bahrlab taqtib qo'yinglar. Boshqalarning pulsini elib bermayotgan, telefonni itib elib yaqqimayotgan, telefonni olmayotganlar. Anda qilmay be pulni qaytarib etinglar. Yana lozim bo'lishamiz. Lozim chaqda jiddiy qonga muhtoj bo'lgandek chaqda biz g'ing-ping qilmay berdikanmiz. Ammo bizga lozim bo'lgan chaqda zıvanınla üçüp getirke. Ben asla bu filmni tatmaydiga ras içimge patmadım. Şoň tattım. Şoň ama
Boshqalarga berishib ola, vaqtida pulni berib etinglar. Ma filmni kuchab taqtib qo'yinglar. Hammanglarga rahmat.